Lahm joyidan go'sht qilib. Hozir aka bir minut sarf turinglar, sizdan oldin keluvlar, qarab oling shuni. Aka bugun onamdan tug'ilgan kunlar edi. Hozir ishlab zo'rg'a mana shu 30 mingni topdim. Bugun shashlik qilib bergan bolam dedilar. O'shanga qancha go'sht kelsa ham mashina bering aka. 30 minglik go'shtga unaqa ko'p shashlik chiqmaydi aka. Mana qancha bo'lsa ham beravering aka. Sayib, ularga tortib berib 30 ming so'mni yaxshi joydan. Keling aka, sizga qanaqa joydan qilib berib? Ukam menga qara, men akani gaplarini eshitib qoldim. 3 kilo zo'r joyidan qilib berib, shu akaga berib yuborgan. Keyin menga ham shunaqa go'shtdan qilib berasan, hamma 3 kilo. Buni shu akaga qarab bor. Bo'ladi, zo'r joydan qilib ber, o'zing bilib. Go'sht yog'siz bo'lsin. Aka rahmat, odamni hijolat qilib qo'ydingizda. Aka uyga borib onaxonni duosini oling. Zo'r qilib shashlik qilib bering ota shundan. Meni ham duo qilib qo'ysinlar. Mana onamlar olamdan o'tib ketganlar. Bo'lmasam borligimni berib yuborardim. Onam yüzler yarık ayligim, mening yo'qotgan boyligim. Yüzler yarık ayligim, mening yo'qotgan boyligim. G'animatim chiroyligim onam, g'animatim